Bir bak og'lig'i bilan bitta mashina 1200 km yuradi desam ishonasizmi? Tiggo 8 Pro Hybrid bu shunchaki crossover emas. 1,5 turbinali motor plus elektro dvigatel. Tasavvur qilish qiyin. Turbo dvigatelda 143 ta ot kuchi. Elektron dvigatelda esa 204 ta ot kuchi. Bu degani 0 dan 100 gacha 8,5 sekund. Eng qizig'i 60 litr benzin bilan 1200 km masofa yurib bera oladi. Oyi, mashina saloniga keladigan bo'lsak, umuman boshqa daraja. 7 ta o'rindiqga ega bo'lgan ushbu mashinamizda massaj funksiyasi, abduv sideniya, 360 kamera, katta monitor, panorama, luk mavjud. Bu degani oilaviy, qulay va zamonaviylik hammasi bir mashinada mujassam. Boshlang'ich 30% to'lov bilan 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda mutlaqo foizlarsiz bo'lib to'lash imkoniyati. Boshlang'ich 15% to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda avto kredit. Bir kunda bitta pasport bilan ishingiz hal. Ushbu mashinamiz sizni qiziqtirgan bo'lsa yoki batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, siz kommentariyada gibrid so'zini qoldiring va biz albatta sizga aloqaga chiqamiz. Sizni Qarshi Cherry'da kutib qolamiz.